Kunigacha Madaniyat vazirligi O'zbek Milliy maqom san'ati markazi tomonidan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston va Turkmaniston xalq artisti, milliy san'atimizning yirik namoyandalaridan biri bo'lgan betakror ovoz sohibi Ortiq Otajonov xotirasiga bag'ishlab Ustozga ehtirom nomli konsert dasturi tashkil etildi. Oqshom taassurotlari haqidagi tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan joy olgan. Ortiq Otajonov o'zining noyob iste'dodi, betakror ovoz tembri, milliy kuy va ashula maktabiga sadoqatli yondashuvi bilan o'zbek san'ati tarixida o'chmas iz qoldira olgan. 1991-yil 8-noyabr kuni mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan ijodkordir. Xalqimizning sevimli hofizini yod etish maqsadida tashkil etilgan xotira konserti ustoz ijodkorning o'z musiqasi asosida bastalagan mashhur taronalarining yana bir bor tinglovchilarga tuhfa etilishiga sabab bo'ldi. Har bitta ijodkori asarlarini bu qanaqa darajada bular ijro qilisharkin deb o'shaning uchun hali shoshilib chiqib ketdim. Chunki boshidan shotam musiqalari boshlandi. Shuni niyatim boshidan oxirigacha kuzatib, qayerda kamchilik bo'lsa, yana shularni tuzatishga balki harakat qilarmiz. Lekin hozircha yomon emas. Chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Taniqli xonandalar mashhur hofizning eng mashhur qo'shiqlarini yana bir bor o'z talqinida ijro etib, uning muxlislarini ko'nglini shod etdi. Ortiq akamni joylari jannatda bo'lsin. Xalqini yaxshi ko'radigan, umrini oxirigacha xalqi bir muxlislarni o'ylagan, kamtar, odamlarni bir ko'nglini oladigan, hazilkash, shunaqa inson edilar. Men Ortiq akamning hozir kitoblarini ko'rgan bo'lsangiz, ushlab turibman. Chunki shu bugungi dasturda hamma yigitlar, ko'p hofizlar, lekin ayol xonandalardan bitta men qatnashyapman shekilli. Men o'zim aytdim, Ortiq akam qo'shiqlari qaysi qo'shiqlar aytilyapsan deyishdi. Shu kechalar degan qo'shiqlar boshini aytsammikin, o'zimga shu mas'uliyatni oluvdim. Endi hozir hayajondaman, so'zi yotmikin, musiqasi yot, chunki ular bilan repetitsiya qilishga vaqt bo'lmadi. Ustozga ehtirom nomi ostida tashkil etilgan konsert faqatgina xotira kechasi emas, balki milliy musiqamiz timsoliga aylangan san'atkor merosiga munosib hurmat ramzi bo'la oldi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbasarov, Zamon informatsion dasturi uchun.